Hem biz bu saatte oldin qatim takrorlagan darsdan keyin bo'yicha yana bir xil unum kirgizib boqaylik. Men bunu qilish uchun burun dastlabda unum kirgizgan joylarni hammasini bir guruhga qo'ymayman. Birinchi holat tanlagandan keyin konektorsidagi shiftni bosib turib, eng oxiridagini ratlash deganga, tangshash deganga tanlagan chog'da, hammasi tanlangan chog'da Ctrl bilan G harfini bossam, bularimiz bir guruhga aylandi. Men bu guruhning ismini o'zgartirib olsam bo'ldi. Masalan, buni yangi inglizcha yangi deya oldim. Ham buningga men bir unum kirgizib bu yerda bir sirtmaning rasmi turibdi. Men buning ustidagi sirtma deganni eklab, men shu rasmga eklay. Buning hajmi intayin cho'ng bo'lib ketibdi. Men shuni muvofiq darajada kichiltish uchun Ctrl bilan T harfini bossam bo'ladi. Men muvofiq deb qaragan holatda kichiklatay. Agar men bu holatni bo'ldi yoki bo'ldi ekan deb o'ylagan bo'lsam, yamisi muvofiq darajada bularni bunda buning gradusini o'zgartirib tangshay. Bo'lgandan keyin men muqimlashtirib bo'lgandan keyin Ctrl belgisini Enter belgisini urasam bo'ldi yoki to'g'ri belgisini bosasam bo'ladi. Shuning bilan bu holat keldi. Ham buning maqsadi nima degan chaqda, shu sirtma orqali xuddi biz ratlab chiqqan shu holat tuzuk asl holati, yana burungi holatni saqlamoqchi. Ham buni qanday qilamiz degan chaqda, buningga biz maskalash qavatini ishlasak bo'ldi. Maskalash qavati ishlatishdan burun men shu doirani bir ratlab olay. Buni ratlashning usuli solma silish orqali bo'ldi, lekin ba'zi vaqtlarda solma silish usuli orqali unda tekshir qilmasligimiz mumkin. Bu yerda biz yana so'zlaydigan qalam quroli orqali qilsak bo'ldi. Bu birinchi tanlab bo'lib, men buni ratlatgancha bu ishlatish usuli amaliyotda intayin qulaylik. Masalan, men bir nuqtadan tortib, yana bir nuqtaga kelgandan keyin chiqadi. Bu nuqtani qo'yib o'tmay turib, men tutqichni o'zgartirish orqali buning shaklini o'zgartira olaman. Anadaki ikkinchi rang kelgan chog'da bu yoyim shakl chiqib, agar men buni tikalab chiqarmoqchi bo'lsam, shu nuqtaga kelgan chog'da alt belgisini besib qilsam, uch burchak holatga kelgandan keyin men buni chekib, undan keyin tuvanga sersam, o'sha yerda 90 graduslik tikalab chiqadi. Men bu yerga qilib olgandan keyin yangi oymonlar chiqarsam bo'ladi. Aylanmalar chiqarib davomli mashg'ulot ilib turib, bu doiralarni masalan belgilab olsam bo'laverdi. Yoki bunda shakl qolgan shakllarni chiqarib, buni bir ko'rishib olgandan keyin Ctrl bilan Enter belgisini urgan chog'da bu doiralash, ya'ni bu xohlagancha bir ramkalash holatiga o'tgan bo'ldi. Men shu orqali shu doirani, uch burchak holatni doiralamoqchi. Hem biz qayta qilish uchun Ctrl bilan D harfini bositay. Hamda men shu nuqtadan buning uchun men muvofiq cho'nglashtirish uchun Ctrl bilan 0 knopkasini bosdim. Bosgandan keyin sal cho'nglagan chog'da men shu nuqtadan boshlab qildim. Andagi oxirlashtirish nuqtasini tanlab olib, men shu holatni aylanmalar ekasam bo'ladi. Agar bu holat kichik qolgan bo'lsa, yana to'xtamay Ctrl bilan minus belgisini bosish orqali qilsak bo'ldi. Biz bu yerda alt belgisini bosish orqali buni davomli o'zgartira olamiz. Masalan, men bu yerni o'zgartirish orqali boyagi o'zgartgan doirani davomli o'zgartira olaman. Agar men bu holatni yoqtirgan bo'lsam, qolgan bo'lsam, bu holatni belgilab bo'laman. Undan keyin alt belgisini bosib turib 90 gradus akaldim. Undan keyin men shu nuqtaga kelib bo'lib, yana men oxirlash nuqtasini tanlab bo'lib, muvofiq darajada sirtmaning holatini chiqarib, uzib bo'lgandan keyin alt belgisini bosib. Ana aniqda qo'shib yozsam bo'ladi yoki shu nuqta oxirlashtirib deb, undan keyin men bu yerda hozir Ctrl bilan Enter belgisini ursam, doiralash holatiga o'tdi. Ham mening maqsadim shu holatni saqlab qolib, shu holatni suzgalatda holat burun holat qilmoqchi. Ya'ni biz bu holatni uchiri ikkisidan foydalanamiz. Qanday qilamiz degan chaqda men holatni chekib turib, alt belgisini bossam bo'ldi yoki ostlik holatni bosib turibmi, ustlik holatni bosib turib, alt belgisini bossam, alt belgisini bosib, tez maskalash qavatini bossam bo'laverdi. Hozir bu butunlay mening deganim bo'yicha aks tanlandi. Endi men buni asli keltirish uchun Ctrl bilan Z ni bosib o'tdim. Men buni endi bevosita maskalasam bo'ladi. Bevosita alt bosmay bosgan chog'imda hozir o'zgarish paydo bo'ldi. Endi men
Ammo tarafni bir xil rasmdagi holatda yoki sal qiyinroq holat ekanmoqchi bo'lsam qanday qilaman? Buni qilish uchun men mush holatni Ctrl Alt bosib mush maskani qayta tanladi. Buning aksini tanlab turib men bu yerga qora rang yoki yangidan bir bat qo'yib mush qilib. Mana qarshini tanlash uchun, aksini tanlash uchun Ctrl Shift va I belgisini tanlasam bo'ldi. Shuningdek kelib tanlagan rayondan qarshi rayonni tanladi. Men bu yerga endi qora rang beray. Qora rangni bersam, bevosita berish uchun Alt bilan old rang berish uchun Alt bilan delete belgisini bosaman. Hozir bu qora rang kirdi. Men buni endi vaqtincha Ctrl bilan D ni bosib o'chiraylik. Endi lekin bu qora holatda biz ko'rgil olmaydigan holat kelib qoldi. Biz qanday qilamiz degan chog'da buning suzuklik darajasini to'ldirsak bo'ldi. Misholat ekelsak, yoki men buni 45 atrofida saqlay. Mana bu holat bizning unum bergan holatimizga kirdi. Endi bu holatni saqlagan chog'da bizning yangicha unumimiz shakllangan bo'ldi. Mana bu yangi o'zimiz o'zgartgan holat, mana bu biz o'zgartmagandan keyingi holat. O'sha orqali ham yangi unumga erisha olamiz.